qismat ketmonchi ayollar bor-ku. Paranjiga o't qo'ygan qismat ketmonchi ayollar. Ko'rdim buni. Ha, bu qo'shig'i yaralish qanday bo'lgan? Qo'shiq qanday yaraldi? Namanganda kuylagansiz adashmasam, bir videosini. Farg'onada. Bu videosini ko'rsatgan bo'ldi Namanganda. Bizda Tepabizda Chimyon degan joy bor. O'sha ketayotganda yo'lga qarasam, ayollar ketmon chopyapti. Bo'g'ozalarni chopyapti-da. Bu yerda keyin yozganman. Ketmonchi ayollar. Qanday paranjini tashlab ketmonchiga aylandi bular? Endi paranjini bekorga olingan yo'q-da. Mehnat qilsin, dalada ishlasin, paxta yetsin bizga paxta yuborsin deb biz paranjiga o't qo'ygan. Paranjiga o't qo'yishga nima qilgan? Propaganda qilgan o'ris. Bu paranjiga tashlaganlarni yo'qlagan. Xotin erlari urgan uni. Ularni yo'qlagan, yomonlagan. Uni xotinni. Paranjiga tashlamasa qanaqa kolxoz ishlaydi? Kolxoz tuzilgan. 30-yilda kolxozda ishlagan, paranjini otib olib, ketmon chopgan, paxta tergan. O'risga paxta bergan, paxta bazasi edi O'zbekiston. Sovet davrida yozganman, 70-yillarda yozgan. O'zbek endi mustaqillikdan keyin sal ro'shanolik ko'rdi. Hozir ayollar kolxozda ishlaydi, kolxozda o'zi yo'q hozir. Yaxshi bo'ldi. Paxtani yo'q qildi prezidentimiz, yaxshi bo'ldi. Bo'laman, bo'laman, shod bo'laman deb Shodasida ko'rki aziz dur bo'laman deb zulmatni yorituvchi yorug' nur bo'laman deb zulmatni yorituvchi yorug' nur bo'laman deb paranjiga o't qo'ydingiz isyonchi ayollar, oxir oqibat qismati ketmonchi ayollar.